Traktorchi va fermer akalar, xudo xolasa bu videoni umuman o'tkazib yubormanglar, chunki biz mana shu yerda ko'rib turgan agregatlaringizni teng yarim narxiga berib yuboryapmiz. Mana qisqacha ko'rsatib o'tib ketaman. Aytaylik 110 millionlik sotilgan aylanma 3 korpusli plyugimizni 65 milliondan qo'ydik. Undan tashqari 52 million sotilgan plyuglarimizni 42 milliondan mega aksiyaga qo'yib yuborganmiz mana akalar. Endi hammasini ko'rsatishga video cho'zilib qoladi-yu, lekin qisqacha ko'rsatib o'tib ketaman. Qiziqarli narsalarni, masalan, 4 korpusli oddiy plyug 23 million edi narxi, 17 million aksiya. Bunaqa o'zi naqd olgan akalar endi xafa bo'lmaysizlar, chunki bu 2-3 ta qolganlarga, oxirida statga qolib ketganlarga aksiyani zo'r bo'ldi. Mana 19 millionlik plyug 14 millionga tushib qoldi. 13 millionlik plyug 9 millionga tushib qoldi. Mana bu eng qiziqarli narsalardan. 50 millionga sotgan gidravlikali chizilimizda 20 milliondan qo'ydik akalar. 16 millionlik 6 million bo'ldi mana. Buni ham bitta ko'ringlar. 5 milliondan chizillar. Frezalar 20 million so'mdan, 2 metrlik. 16 million so'mdan. Apreskvitirlar 7 million edi, 6 milliondan. Mana yomon. Drabilka 7 millionlik drabilkani 2 million 700 mingdan qo'yib berdik. Bu yoqda disko baranalardan bitta ko'rsataylik. Mana 12 million sotilgan diskli baranamiz 10 million so'm aksiyada. 3 ta bor ekan. Enru 18 million sotilgan 1 tonnalik Enru 15 million, 2 parali turецкий bo'ladi. Va 16 million sotgan Enru'yimizda 12 million aksiyaga qo'yib yuborganmiz. Agregatlar soni cheklangan, pastga nomerlar qo'yamiz, bemalol chiqaverasizlar. Xudo xolasa hozircha bor. Mana aksiyani bombasi.